Zunun Qadri Uyghur xalqining munavvar o'g'loni, talantliq yozuvchi Zunun Qadri 1912-yili kuzda Tarbag'atay viloyatining Do'rbiljin nahiyasida dunyoga kelgan bo'lib, u butun hayotida Manching qoldiqlaridan Yangzingshin bilan Jinshurin davri, Oqqun Xitoy militaristlardan Shingsay davri va Gomindang davri, eng oxirida Sharqiy Turkiston Jumhuriyati davri va 1949-yildan keyingi Qizil Xitoy fashizmining hukmronlik mezgillaridagi g'oyat zo'r bo'ron chapqunliq yillarga va til bilan tasavvur qilg'usiz voqea hodisalarga bevosita shohid bo'lgan. Zunun Qadri zamonaviy Uyg'ur adabiyotining mashhur vakillaridan biri bo'lib, u Uyg'ur adabiyotida hikoyachilik va dramachilikning shakllanishi, shundaqla taraqqiyotiga ko'rinarli to'hfa qo'shgan yozuvchidir. U Yangzingshin o'ltirilgan 1928-yilgacha qalam quvvati kuchlik yoshga aylanib bo'lgan edi. Chunki u cho'chakdagi Murat Apandi va boshqa tatar ziyolilarining ta'sirida zamonasidagi eng ilg'or fikrlik yoshlardan biri bo'lib qolgan edi. 1928-yildan 1938-yilgacha so'zilgan 10 yil va 1944-yildan 1949-yilgacha bo'lgan 5 yil uning hayotidagi birdan-bir asoyishlik chog'lar bo'lsa kerak. Chunki uning 1944-yildan 1949-yillardan boshqa butun hayot bosqichlari to'liq ansizlik va azob ichida o'tgan edi. 1947-yili 8-oydan e'tiboran toki 1949-yilgacha Inqilobiy Sharqiy Turkiston gazetida ishlagan tatar ziyolisi, hozir Olmuta shahrida yashayotgan 90 yoshlik Uyg'urshunos Munir Yerzin apandining aslishicha 36 yoshlik Zunun Qadri Inqilobiy Sharqiy Turkiston gazeti idorasida Nimshihid armiya ili Sayrami, Nurmuhammad No'rizov, Alqamaqtam qatorliq bir qism atoqliq Uyg'ur adiblari, ziyolilari bilan birga xizmat qilgan. 1957-yili Zunun Qadri adabiyot san'at sohasida o'ngchi va yerlik millatchi unsur sifatida turmaga tashlanadi. Shu chaqda Zunun Qadri bilan tutilganlar ichida Nizomiddin Husayn, Turg'un Almas qatorliqlar bo'lib, Uyg'urlarning ichidagi munavvar yozuvchi, doktor, olimlardan bo'lib 400 dan ortiq kishi turmaga tashlangan edi. 1962-yilning oxirida Xitoylar Zunun Qadrini kurash qilish va pash qilish yig'ini uyushtirgan. Bu sazoyi yig'iniga bir qism amaldorlar har qaysi viloyat va shaharlarning adabiyot san'at sohasidagi ko'zga ko'ringan kishilari Urumchiga chaqirtib kelinib qatnashtirilgan. Yig'inda yozuvchi Zunun Qadri dahshatli kurashga tortilgan. Bu yig'in Urumchidagi Tangritog' mehmonxonasida davomlashgan bo'lib, mazkur yig'inga o'z vaqtidagi atalmish Uyg'ur Abdunum rayonlik partikomining muavin sekretari Abdullah Zakirov riyosatchilik qilgan. U Zunun Qadriga nihoyatda qattiq pozitsiya tutgan. Kurash qilish yig'ini 2 haftalarga so'zilgan va maxsus guruhlarga bo'linib elib berilgan bo'lib, yig'in xulosasi sifatida Zunun Qadriga vatanga osiylik qilishga uringan degandek jinoyatlar ortilgan va uning qalam huquqi va boshqa har xil jamiyatlardagi rahbariy vazifalari elib tashlanib, oilasi bilan Oqsudagi yezi egilik maydoniga surgun qilingan. Zunun Qadri ana shu maydonda eg'ir emgaklar bilan 10 necha yillar yashagan edi. Bu çağlar Zunun Qadrining ijodiyatining zo'r mevalarini berishga tegishli oltin vaqtlarıydı. Bu amaliyotda 1957 va 1958 yillardagi atalmış yerlik millatchilikka zarba berishdan keyingi yana bir qitimliq harakat bo'lib, bu zarba berish chet elga bog'lanish, ya'ni Sovet ittifoqiga talpinish qilmishlarini cho'ridab, iddiaviy zarba berish nishon qilingan cho'ng terrorlik harakati edi. 1981-yilga kelganda Zunun Qadri va Muhammad Ali Zunun qatorliq eng oxirgi bir turkum Uyg'ur yozuvchilar 10 necha yillik siyosiy taqibdan va xo'rlanishdan xalos bo'lgan. Biroq Zunun Qadri ayni yillari qalpoq kaydirilib, sazoyi qilinganda beshidagi qalpoqiga yozilgan haqoratlardan tomchilagan qora siyoh ko'zga kirib ketib,
bir ko'zi obdan ko'rmas, bir qo'li ancha obdan tutmas va bir putumu eg'ir zaxmlangan bo'lg'ashqa hayotining oxirgi 8 yilida xeli qattiq qiynalgan edi. Natijada 1989 yili yozlarda ham yashinib, ham kesalchan bo'lib qolgan yozuvchi Zunun Qadiri sobiq Sovet ittifoqining Qozog'iston ittifoqdosh jumhuriyatiga tuqqan yo'qlashga chiqmoqchi bo'lgan. Halbuki ayni vaqtda allaqachon 80 yoshga yaqinlab qolgan Zunun Qadirining salomatlik ahvolimi toza yaxshi emas edi. Biroq u oilasidagilarning bu to'g'risidagi nasihatlariga quloq solmasdan Qozog'istonga chiqish fikrida ching turgan edi. Shunda qilib u shu yili 22 avgustda oxiri Qozog'istonga chiqib ketgan bo'lsa-mu, ammo uzun o'tmay shu yili 24 sentabr yakshanba kuni hozirgi Almutada vafot bo'lgan. Vatanparvar ustozimiz Ahmad Egambarda akimiz bu to'g'risida mundaq deydi. Zunun Qadiri 80-yillarning oxirida qattiq og'rib qoladi. Shu vaqtlarda Zunun kam ayoli Zilayxon Hadamga vasiyat qilgan ekan, meni Qozog'istonga ep chiqib ketinglar. O'likum bo'lsa-mu, Xitoy fashistlarining chirkin oyoqlarining ostida qolmasin degan ekan. Shu sababdan Zilayxon Hadam Zunun Qadirining vasiyatiga asosan Qozog'istonga ep chiqib ketgan ekan. Ustozimiz Ahmad Egambarda apandim yana keyingi vaqtlarda Almutada Zunun Qadirining vafoti haqida anglag'anlar haqida to'xtalib mundaq deydi. Zunun kam chegaradan o'tadigan vaqtdimi o'zining ahvolini o'zimi toza yaxshi bilib ketmaydi. Shundoq bo'lishiga qaramay chegaradan o'tgan ekan. Men keyingi vaqtlarda Almutada bo'lgan chog'larimda anglasam, Zunun kam Qozog'istonga kelib uzun o'tmayla vafot bo'lgan ekan. Zunun kamning hayot vaqtidagi vasiyatiga asosan Qozog'istondagi sabdoshlaridan Hoshirvoyidi, Batur Arshidinov, Ma'sumjon Zulfiqarov va Yusufbek Muxlisi qatorliqlar Zunun kamning oxiratlik ishlariga mas'ul bo'lib, Zunun kamni Almutadagi Sharq Ingi qabristonligiga dafn qilgan ekan. Men Zunun kamga zamondosh bo'lish suhbatim bilan Zunun Qadirining hayotining ma'lum taraflariga shohid bo'ldim. Yozuvchi Zunun Qadiri vafotining 30 yillik munosabati bilan Zunun Qadiri haqida o'zim ko'rgan va bilgan aslimlarimni Uyg'ur xalqiga xotira hisobida taqdim qildim. Yozuvchi Zunun Qadiri 20-asr Uyg'ur adabiyotidagi yirik namoyandalarning biri. Shundaqla Uyg'ur hozirgi zamon adabiyotidagi realistik prozining asoschisi. U o'zining 1930-yillarda yozgan G'uncham dramasi, 1940-yillarda yozgan Muallimning xati, Mag'dur ketganda nomli hikoyalari, shundaqla 1955-yili e'lon qilingan Chiniqish nomli yirik povestlari bilan Uyg'ur bugungi zamon hikoyachiligining ultishini solgan yozuvchi sifatida tanilib kelmoqda. Aradan 10 yil o'tgandan keyin Zunun Qadiri bir nopozliq büyük qomusga kirgizilgan Uyg'ur adablarining qatoridan o'rin olgan. Kindiler edebiyat qomusi xalqarada yuqori nopozga ega edebiyat sohasidagi asosli qomuslarning biri bo'lib, 2010-yili nashr qilingan 17 tomliq bu qomusga bir qism Uyg'ur adablari va ularning bir qism asarlari kirgizilgan. Cümleden Zunun Qadiri 7 nafar mashhur Uyg'ur adib qatoridan o'rin olgan. 2014-yili yozda Almutada Uyg'ur qalamkashlar jurnalining yangi soni nashrdan chiqqan. Jurnalning bu soni tarixiy shaxs, klassik asarlar, nazmiy asarlar, nasr, adabiy tanqid, zamondosh taqdiri, drama qatorliq boblardan tuzilgan bo'lib, ularda Uyg'ur shoir va yozuvchilarining ijodiy asarlari berilgan. Bu yangi songa Zunun Qadirining Ahmadjon Qosimiy vafotiga beg'ishlab yozgan aslimasi besilgan bo'lib, aslimining dastlabki qurlari mundaq deb boshlanadi. Biz xalqimizga o'riyat keltirish yo'lida nechilagan rahbarlarimizning bir yo'lila xatarlik hodisiga uchrab, qurbon bo'lgan qayg'uli xabarini angladik.
Bu əsrlər boyu zulm və xorluqdan iңirgan xalqimizning, xususan bu vatanning şan şərəflik yeni tarixiga, matamning qar yeziqiga o'ralgan ochiq xotirilik bat bo'lib kirdi. Har bir xalqning ozodligi, baxt saodati uchun jinini aymay kurashgan va o'z manfaatini xalq manfaatiga qurbon qila olgan Batur farzandlarini mangu ko'nglidan chiqarmay, ularning mashhur nomini issiq muhabbat bilan saqlab keladi. Shuningdek, bizning xalqimizmi erkinlik, baxt saodat yetkazish yo'lida qurbon bo'lgan Batur rahbarlarini mangu esidan chiqarmaydi. Xalq yangidan yangi utuqlarga, şan şərəflərə erişkən siri, özü östürgən kurashchan farzandlarining erkinlik uchun, insoniyat uchun, taraqqiyot uchun, adolat uchun ko'rsatgan faoliyatlarini va uning bergan mevalarini tetigan siri, ularning suyumlik nomini texmi kuchli kerak muhabbat bilan ko'ksiga tangidi.